Assalamu alaikum rahmetullahi ve bereket. Ondan sonra birlik kitap okuşumuzu başlayalım. Allame Abdurrahman Seydi öz tefsirde mundaq degan. Allah Taala Qur'on Karimning ko'p joylarida namozni zakat bilan birga yondashtirib keltirgan. Chunki namoz Allah Taala bo'lgan ixlosni o'z ichiga olgan bo'lsa, zakat bandalarga yaxshilik qilishni o'z ichiga oladi. Bandaning baxt saadati Allah Taalaga ixlos qilish va insonlarga naf yetkazish yo'lida tirishchanlik ko'rsatish bilan bo'ladi. Ko'rsatish bilan bo'lgandek, bandaning baxtsizligi bu ikki amalni tark etishdan keladi. Yuqorqi esil sifatlarga erishgan mu'minlarning dunyo va oxiratda baxt saodatga erishadiganligida, jannatlardagi oliy martabalarga noil bo'ladiganligida qilchi shak yo'q albatta. Muhim nuqtalari. G'aybga ishonish iymonning asosidir. Chunki iymon ko'rmay turib ishonishga qo'yilgan ismdir. Mu'min odam oxirat olami va uningdagi hisob berish, filtratdan o'tish, jannat, do'zax qatorliq haqiqatlarni ko'rmagan bo'lsa-mu, xuddi ko'rgandek ishonadi. Ikkinchi, namoz bilan zakat islom farzlarining eng ahamiyatlidir. Uchinchi, dunyo va oxiratda baxt saodatga erishish iymon bilan bo'ladi. Taqvodor mu'minlar haqiqiy ma'nodagi saodatman kishilardir. Kufrda cho'ntirib olganlar va ularning jazosi. Innallazina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Tercümesi, ey peygamber, aniqki kufrida cho'ntirib olganlarni ogohlantiramsan, ogohlantirmamsan, ular uchun baribir. Ular iymon etmaydi. 7-oyat. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlab etgan. Shunga iymonning nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardlangan. Shunga ular haqiqatni ko'rmaydi. Ularga cho'ng azob bor. Bu oyatlarning nozil bo'lish sababi Zahhak. Zahhak to'liq ismi Zahhak ibn Muzahim, qadimki Xurosonda tug'ilgan tabiin o'limalarining eng oxirgisi sanıldı. Tafsir ilmida tonilgan olimdir. Zahhak bu oyatlarning Abu Jahil va uning oilasidan 5 kishi haqida nozil bo'lganligini bayon qilgan. Kalbi to'liq ismi Muhammad ibn Saib ibn Haris al-Kalbi. Hozirgi Iroqning Kufa shahrida tug'ilgan. Tafsir olimi arablarning nasabi, tarixiy va vaqaliklari haqida ko'plagan qimmatli asarlarni yozgan. Kalbi Yahudilar haqida nozil bo'lganligini ilgari surgan. Bu oyatlar o'zidan 12 yil ilgari Makkada nozil bo'lgan Kafirun surasidagi "Va la antum abiduna ma a'bud", ya'ni sizlarmi men ibodat qilayotgan Allohga ibodat qilmaysizlar degan oyatda iymon etmaydiganligi haqida xabar berilgan kofirlarga o'xshash kufrida cho'ntirib olgan va iymon etmaydiganlarga qartilgan. Yana bir masala oyatdagi sabaun, ya'ni baribir degan so'z Peygamber aleyhisselam için baribir ekanligini emas, balki shu kofirlar uchun baribir ekanligini ifodalaydi. Chunki kimning iymon etadigan va kimning iymon etmaydiganligini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Shunga Peygamber aleyhisselamning va uning yo'lini davomlashtirib kelayotgan ulamolarning vazifasi dinni hammaga yetkazishdir. Bu oyatlarning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati. Allah Taala bu surani Qur'on Karim haqida so'z etish bilan boshlagan bo'lib, insonlarning Muhammad alayhissalomga nozil qilingan bu muborak Qur'on Karimga qarata tutgan mavqesini bayon qiladi va ularni tuvandagidek 3 turga ayiradi. Birinchisi, Qur'on Karimning Rasululloh Alloh taolaning Muhammad alayhissalomga vahiy qilgan so'zlar ekanligiga ishongan mu'minlar bo'lib, ular dunyo va oxiratda baxt saodatga va najotga erishadigan baxtli kishilardir. Ikkinchisi, Qur'on Karimning Alloh taolaning so'zi ekanligini inkor qiladigan va uning haq ekanligiga ishonmaydigan kofirlar bo'lib, ularning oqibati bu dunyoda xorliq, oxiratda bo'lsa dahshatli do'zax o'tidir. Uchinchisi, Qur'on Karimga ko'nglida ishonmasa-mu, o'zlarini iymon etganlar qatorini ko'rsatish orqali musulmonlarni aldamoqchi bo'lgan munofiqlardir. Oldingi oyatlarda mu'minlarning mavqesi bayon qilingan bo'lib, bu oyatlarda kofirlarning ahvoli bayon qilinadi. Munofiqlarning bayoni bo'lsa, keyingi oyatlarda keladi. Tafsiri. Allah Taalaning Muhammad alayhissalomga bu ma'noda xitob qiladiki, ey payg'ambar,
Özlerinin yaratqıçısını inkar qılğan, haqdının dəvətini anlap durub qabul qılmağan, küfrüdə çiң turub alğan və Qur'an Kərimni yalğanğa çıxarmaqçı bolğan bu kafirlarni ahiretning azabıdan agahlandırğanının heç qandaq faydası yo'q. Ularni agahlandıramsan yoki agahlandırmamsan, ular uchun baribirdir. Chunki ular hidoyat tepishni xohlamaydi va haqiqatni e'tirof qilmaydi. Balki o'zlarining qing'ir yo'llarini afzal ko'radi. Şuna ularga qilingan da'vatning va ogohlantirishning ta'siri yoki foydasi bo'lmaydi. Chunki ularning dillari o'zlarining ozg'unligi sababli pechatlangan. Ko'zlari haqiqatni ko'rishdan ko'r, quloqlari haqning sadosini anglashdan pok bo'lganlikdan ozg'unlik ular uchun hidoyatdek ko'rindi. Bu sababdan ular to'g'ri yo'lga ergashmaydi. Bundaqlar uchun oxiratning azobi haqiqatan qattiq bo'ladi. Allah Taala bu ayet orqali shuni aniq ko'rsatdiki, Qur'on Karimning haq ekanligiga ishonmaydiganlarning bu kofirligi ularga diniy da'vatning to'liq yetkazilmaganligi yoki to'liq tushuntirilmaganligi va yoki hidoyat yo'lining ularga aniq bo'lmaganligi sababdan emas, balki ularning hidoyatni xohlamaganligi va qabul qilmaganligidan edi. Shunga ular o'zlarining ozg'unligidan o'zlari mas'uldir. Ularning dillarining, ko'zlarining pechatlanganligi va quloqlarining g'asliqimi ularning haqiqatni xohlamaganligi va uningdan yuz o'rganligi sababidandir. Bel taballahu alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Yani amaliyat ular degandek emas. Allah ularning kufrligi tufaylidan dillarini pechatlab etgan. Shunga ular nihoyat oz iymon etadi. Bu ayetde ma'lumki haqiqatga erishishni xohlamaydigan, uni tanımagan, hatto haqiqatni tanıgan taqdirdami o'zining vaqtliq manfaatini ko'zlaganlikdan yoki o'z vaqtidagi mushriklardek o'zining nafsi xohishiga ergishib haqiqatni e'tirof qilishdan bosh tortganlikdan yoki yahudilar bilan xristianlardek payg'ambar alayhissalomga hasad qilishdan iborat razil illatlar tufaylidan o'ziga o'xshash bir odam bolasini Allohning elchisi deb tunib, uningga ergishishni xohlamaganlikdan haqiqatni qabul qilmaydiganlar uchun mo'jizlar va diniy vaziyatlar foyda bermaydi. Ular baribir o'zlarining buzuq e'tiqodi va xato tushunchalari tufaylidan ozg'unlik yo'lida turaverishni yoqtiradi. Alloh taolo mundaqlarning holini bayon qilib, tuvandagi oyatda mundaq degan: "Va zayyana lahumish-shaytonu a'malahum fasaddahum 'anis-sabili fahum la yahtadun." Yani şeytan ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatib, ularni to'g'ri yo'ldan to'sibdi. Shun ular hidoyat topolmay o'tibdi. Haqiqatni ko'rmaydigan ma'naviy ko'rlar har zaman va har joyda mavjud. Bundaqlarning bo'lishi hayotlikning qonuniyatidir. Muhim nuqtalari. Birinci, hidoyat tepishni xohlamaydigan, haq so'zni anglamaydigan va o'zlarining ozg'unligini hidoyatdan afzal ko'radigan mutakabbirlar hidoyatdan va uning huzur halovatidan mahrum qolg'uchilardir. Ularning dillari o'z qilmishlari va sababidan pechatlab etilganlikdan ular haq bilan batil, ya'ni saxtlikni va to'g'ri bilan xatoni ayıray olmaydi. İkinci, Allah Taola'nın dinini inkar qilg'uvchilar va musulmonlarni masxara qilg'uvchilar Allah Taola'nın qattiq azobiga duchor bo'ladi. Munofiqlar va ularning alomatlari. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Tercümesi 8. ayet. Bazı bir adamlar var ki, ular ameliyette işenmesimu Allah'a ve ahiret günüge işendik dep koyuşudu. 9. Ular Allah'ni ve iman etqanlarni aldımakçı buludu. Ameliyette ular tuymasın fakat özlerini aldaydı. 10. ayet. Ularning dillerida münafıklık kesili var. Allah ularning bu kesilini ig'irlashtirib etdi. Aytayotgan yolg'onlari sababli ularga dardlik azap var. 11. ayet. Ularga yeryüzünü buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz faqat isloh qilg'uvchilarmiz deydi. 12. ayet. Bilinglar ki, ular buzg'unchilarning dal o'zidir, lekin buni o'zlari tuymaydi. 13. ayet. Ularga sizlarmi kishilar iman etgandek iman etinglar deyilsa, biz ahmoqlar iman etgandek iman etamdiq deydi. Bilinglar ki, amaliyotda ularning o'zi ahmoqlardir, lekin ular buni bilmaydi. 14. ayet. Ular iman etganlar bilan uchrashganda, biz iman etdik deyishidi. Özlerini azdırgan ademi şeytanlar bilan yalğız qalğanda bolsa, biz çoxum sizlar bilan billa. Biz faqat iman etganlarni mesxir qilyapmiz deydi. 15. ayet. Allah ularga mesxir qilganligining jazosini berdi ve özlerining azg'unlik patqoqlarini tashlab qo'ydi. Özlerining azg'unlik patqoqlarini tashlab qo'ydi. Özlerini ular bolsa tangirqigan halda yürüşüdü. 16. ayet. Ani shular hidoyatga azg'unlikni setib olganlardir. Shunga ularning sodisi payda keltirmedi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Tafsiri. Kishilarning 3. turdagilari munofiqlar bo'lib, ularning islom diniga va musulmonlarga bo'ladigan xatiri kofirlarning xatiridan yomondir. Albatta. Shunga Alloh taolo 13 oyatda munofiqlar to'g'riliq tafsiliy xabar bergan. Yuqorqi oyatlardagi munofiqlardan ko'zda tutilgani payg'ambar alayhissalomning zamonidagi munofiqlarla emas, balki har qanday joy va har qanday vaqtlardagi yuqorqi alomatlar tepilgan munofiqlarning hammasini o'z ichiga oladi. Ba'zi odamlar o'zlarining Alloh taologa va oxirat kuniga iymon keltirganligini eg'izda so'zlab qo'yib, kishilarni bu nayrangiga ishontirmoqchi bo'lishadi. Dillari kufri va azg'unlikqa to'lgan bu munofiqlar shunday ikki yuzlamchilik bilan ish olib boradi. Allah Taala ularning bundaq yolg'on bildirishlarga raddiya berib, ular qanchalik iymon da'vosi qilgan bilanmi, hargiz mu'minlarning jumlasidan emasligini, ularning kofirligini yoshirib, musulmonligini ko'rsatishlari Alloh taoloni va mu'minlarni aldamoqchi bo'lgan nayrangozlik ekanligini va amaliyotda ularning munofiqlar ekanligini, Alloh taoloning obdan biladiganligini bayon qiladi. Munofiqlarning ziyni va xatiri kofirlarnikidan cho'ngdir. Chunki ular o'zlarini musulmonlarning sifati ko'rsatganlikdan kishilar ularni o'zlarining dindoshlar qatoridan sanab qoladi. Ularga ishonildi. Natijada bu munofiqlar tuydirmasdan musulmonlarga ziyonkashlik qiladi. Shunga Alloh taolo ulardan qattiq azar elishni va ularning ig'izlaridagi quruq iymon da'vosiga ishonmaslikni ta'kidlash bilan birga, munofiqlarning aldamchiligi faqat o'zlarini aldashdan boshqasiga yaramaydiganligini, ularning musulmonlarni aldayotimiz deb qilgan bu razil qilmishlarining o'zlari uchun halokat ekanligini his qilmaydiganligini, bu qilmishlarining oxiri o'zlarini barbod qilishga yetarli ekanligini va ularning dunyo va oxiratda qattiq azoblarga duchor bo'ladiganligini bayon qilgan. Ma'lumki, munofiqlar qaysi zamonda va qaysi joyda bo'lsin, ular o'z millatining manfaatiga ziyon soladigan, o'z vatanining ziyoniga ishlaydigan zaharlik maxluqlardir. O'z vaqtida payg'ambar alayhissalom munofiqlarning ziyonlariga ko'p uchragan. Munofiqlik bilan yahudiylik bir-biriga to'liq yaqindir. Chunki qo'rqinchoqlik va nomardlik yahudiylarning tabiiy xarakteri bo'lgandek, munofiqlarning ikki yuzlamchilik qilishiga turtki bo'lgan narsami o'zlarining qo'rqinchoqligi va nomardligidir. Shunga ularning tili bilan dili birdek bo'lmaydi. Munofiqlarning insonlar jamiyatiga keltiradigan ziyon zahmatlari haqiqatan cho'ng va xatarlikdir. Agar har qanday odam o'zining ichki dunyosini shu bo'yicha dadil oshkor qiladigan va o'z burchini aldamchilik qilmay samimiylik bilan o'rnaydigan bo'lsa, bugungi insonlar jamiyati baxtga erishgan va hamma millat o'zining xo'jayinligini mustahkam tiklaydigan bo'ladi. Munofiqlarning alomatlari shundaqki, ularga islomning fitna ig'vo tarqatishinglar
sizlarning fitnaga tarqitishinglar, kafirlarning manfaati uchun jasuslik qilishinglar va dushmanlarni musulmonlarga qarshi kuch kiritishinglar cho'ng buzg'unchilikdir. Shunga sizlar bunday qilishdan yeninglar deyilsa, ular shargi sizlar o'ylagandek emas. Biz amaliyotda isloh qilg'uvchilarmiz deydi va o'zlarining yer yuziga eng xatarli buzg'unchilar ekanligini his qilmaydi yoki his qilsa buni e'tirof qilmaydi. Allah Taala ularga raddiya berib, yer yuziga eng cho'ng buzg'unchilikning faqat munofiqlardan kelganligini eng obrazli shaklda ifodalab, bilinglarki, ular buzg'unchilarning dal o'zidir, lekin buni o'zlari tuymaydi deydi. Munofiqlar o'zlarining yomon ahvolini va keyingi ibratli oqibatlarini o'ylab qo'ymaydi. Müslümanlar cemiyeti bundaq munofiqlardan xoli bo'lolmadi. Shundaqdimi musulmonlar ularni turli yo'llar bilan iymonga da'vat qilib keldi. Munofiqlarning alomatlaridan yana biri shuki, ularga sizlarmi musulmonlar iymon etgandek iymon etinglar deyilsa, ular o'zlarining hamoqatligi va chekini oshgan takabburligi bilan biz ashu qullar, aqlsizlar, ojiz o'ruq va fiqirlar iymon etgandek iymon etib Muhammadga va Qur'onga ishonamliq deydi. Ular shuni unutganki, aqlsiz degan to'g'ri yo'lni topgan va oldida nurni ko'rgan turuqliq uningdan yuz o'rgan ahmoqlardir. To'g'ri yo'lga erishib, haqiqatga iymon keltirganlar aqlini ishlatgan, vijdonining ovozini anglagan va uningga moslashgan kishilardir. Shunga haqiqiy ma'nodagi aqlsizlar munofiqlarning dal o'zidir. İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir kuni Abu Bakr, Ömer va Ali qatorliq katta sahobalar Ubay ibn Salul va uning ergashuvchilaridan bo'lgan munofiqlar to'piga qarab kelayotganda, Ubay o'zining yenidagilarga xitob qilib, "Qaranglar, av aqlsizlar biz tarafga kelyotdi. Ularni chiroyli nayronlarim bilan qanday qayil qilganligimni ko'ringlar" deydi. Va ularga o'zini xuddi ularning sifidagi mo'min kishidek ko'rsatib, ularni maqtashga boshlaydi. Ular qaytib ketganki, o'zicha maqtanib, "Ko'rdinglarmi? U ahmoqlarni qanday qaytarib etdim" deydi. Shu munosabat bilan yuqorqi oyat nazil bo'ldi. Yuqorqi oyatlarda Muhammad alayhissalomning zamondoshlari bo'lgan munofiqlarning va har zamonda har makonda devilik uchrab turgan munofiqlarning umum alomatlari bayon qilingan. Munofiqlar to'lim ustun nayramazlar bo'lib, ular hamisha boshqalarni aldash va yoshlarning tepiga kirib turib, ularni masxara qilish, ularga ziyon silish bilan ish olib boradi. Allah Taala mo'minlarni masxara qilgan munofiqlarning oxirgi hisobda o'zlarini masxara qilganligini, buning bilan qolmay oxiratda qattiq azob uqubatlarga duchor bo'ladiganligini bayon qilgan. Allah Taala munofiqlarning razil illatlarini bayon qilib bo'lgandan keyin ularning ichinishlik oqibatini bayon qiladi-ki, bu munofiqlarning Muhammad alayhissalom bilan Qur'on Karimning haqiqatligini isbotlaydigan ochiq oshkora dalil isbotlarni ko'rgan va hammani to'liq bilgandan keyin yana haqiqatga dushman bo'lganligi faqat ulardagi hasadxo'rlik, ko'ngil ko'ksning torligi va tabiatida yerlashgan razillikdan edi. Ularning bu qilmishlari amaliyotda ularning hidoyatga ozg'unlikni, baxt-saodatga baxtsizlikni setib olganligidir. Şoň ularga dunyo va oxiratda Alloh taolaning la'nati yig'ib turdi. Ularning bu tijorati hidoyatning badaliga ozg'unlikni setib olganlik tijorati. Foyda bermadi va hargiz foyda bermaydi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Sheksizki ular haqiqatan cho'ng ziyon tortdi. Chunki ular hidoyatdan iborat ikki olamlik eng qimmatli narsani ozg'unlikqa tegishdi. Muhim nuqtalari. Birinchi, munofiqlar, aldamchilar va yolg'onchilar oxirgi hisobda cho'qim ziyon tortquchilardir. Ular hargizmi maqsadiga yetolmaydi va o'zlaridan boshqasini oldiy olmaydi. Ikkinchi, munofiqlarning xatiri kofirlarnikidan yomon bo'lib, ularning oxiratda uchraydigan jazosimi kofirlarnikidan og'ir va qattiqdir. Uchinchi, yer yuzini gullantirish va uni isloh qilish, to'g'ri qonuniyatga amal qilish va to'g'ri yo'lni ishlash bilan bo'ladi. To'rtinchi, buzg'unchilar hamisha o'zlarini isloh qiluvchilarning qatoridan qilib ko'rsatishga tirishadi. Beshinchi, munofiqlar eng razil maxluqlardir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Inna sharran nasi zul vajhayn allazi ya'ti haula'i biwajh va haula'i biwajh." Ya'ni kishilarning eng yomoni ikki yuzlamachi bo'lib, u ularga bir yuzi bilan, bularga yana bir yuzi bilan ko'rinadi. Altıncı, munofiqlar insonlar jamiyatining vabolari bo'lib, ularning ziyonkashlikdan saqlanishda ho'shiyorlik talab qilindi. Munofiqlarning xarakterini pash qiladigan misollar.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Tercümesi 17. ayet. Ular go'yoki qarong'u kechida mash'al yoqqan kishilarga o'xshaydi. Mash'al ularning atrofini yoritganda Alloh ularning yorug'likni o'chirib etdi. Ularni qorong'uliklar ichida qoldirdi. Ular hech narsani ko'ra olmaydi. Alhamdulillah, bugun mushunchalik. Davomini o'qiymiz. Bir şükran günlüğü başlatın. Her gün yaşadığınız güzel anıları ve şükran duyduğunuz şeyleri yazın. Yazdıktan sonra ne hissettiğinizi yazın. Olur. Yarından itibaren hatta bugün bunu yapmaya başlayacağım. Şükran günlüğü. Yazmayı bir süredir düşünüyordum. Ama şu ana kadar her gün yazmayı becerememiştim.
artık yazacağım. İki gün önce WhatsApp durumunda yazdım. İki parça. Kısa yazılarım yazın bana bunun iyi geleceğini de gösterdi. Şu aralarda bazı küçük ama anlamlı olaylarda önemli olanı süreklilik olduğunu çok iyi anladım. İnşallah bundan sonra yaptığım küçük işlerde bile iyi düşünüp karar verdikten sonra ara verilse bile süreklilik kazanmayı çok önem vereceğim. Bitti. Her gün yaşadığınız güzellikleri hatırlayın. Şükran büyüklüğünüzü, pozitif enerjiyi günlük hayatınıza çekmenin harika bir yoludur. Olabilir. Yeni bir beceri öğrenmeye karar verin. Bu dil öğrenmek, enstrüman çalmak veya el sanatları yapmak olabilir. Bu girişimin üzerinizde bıraktığı etkiyi yazın. Yeni bir beceri öğrenmeye karar verin. Ne olabilir acaba? Bunu düşünmem lazım. Öğrenmek yaşamın sürekli bir parçasıdır. Yeni bir beceri öğrenmek sizi zihinsel olarak canlı tutar ve kendinizi geliştirmenin güzel yollarından biridir.
bir şey eksik kalmış. Şöyle yazayım. Çok derin konulmuş. Aa, 4 dakikalık mı? Tamam. Isabella coşkuluydu. Fransa için bir şeyler yapma isteği konusunda ateşkesten biri ilk kez kendini tamamen yalnız hissetmiyordu. Adamlar ona ülkenin her yanında onlar gibi düzinelerce grup olduğunu söylemişti. De Gaulle'nin izinde bir direniş planlıyordu. Konuştukça Isabella onlara katıldığı için daha da heyecanlandı. Evet, korkması gerektiğini biliyordu. Bunu ona yeterince sık söylemişlerdi. Ama bu çok saçmaydı. Birkaç kağıt parçası dağıttığı için Almanlar onu ölüme mi tehdit edecekti? Yakalanırsa konuşarak kurtulabilirdi. Bundan emindi. Yakalanacağı falan da yoktu. Kaç kere kilitli bir okuldan kaçmış, trenlere biletsiz binmiş ya da konuşarak belalardan kurtulmuştu. Güzelliği cezasını çekmeden kuralları çiğnemesini her zaman kolaylaştırmıştı. Henry onu yolculamak üzere kapıyı açarken elimizde daha fazlası olduğunda seninle nasıl iletişime geçeceğiz diye sordu. Isabella sokağa baktı. Madame Lafoy'un şapka dükkanının üstündeki daire. Orası hala boş mu? Henry başını salladı. Yenileri geldiğinde perdeleri açın. Olabildiğince çabuk gelirim. Kapıyı 4 kere çal ve açmazsak uzaklaş, dedi Henry. Bir an duraksadıktan sonra ekledi. Dikkatli ol Isabella. Aralarındaki kapıyı kapattı. Tekrar yalnız kalan Isabella sepetine baktı. Kırmızı beyaz damalı keten örtünün altında broşürler vardı. Üstünde ise kasap kağıdına sarılı domuz eklemleri duruyordu. Bu iyi bir kamuflaj sayılmazdı. Daha iyi bir şeyler bulması gerekecekti.
Ara sokaktan geçip hareketli caddeye çıktı. Hava kararıyordu. Bugün bütün gün adamlarla kalmıştı. Şimdi dükkanlar kapanıyordu ve ortalıkta yalnızca Alman askerleriyle onlarla arkadaşlık etmeyi seçen birkaç kadın vardı. Kaldırımlardaki kafe masaları üniformalı adamlarla doluydu. En iyi yemekleri yiyor, en iyi şarapları içiyorlardı. Yavaş yürümek için Isabella'nın bütün vücuduyla çaba sarf etmesi gerekiyordu. Şehirden çıktığı anda koşmaya başladı. Uçak pistine yaklaştığında terlemiş ve nefes nefese kalmıştı ama yavaşlamadı. Bahçelerine girene kadar koşmaya devam etti. Kapı arkasından kapandığında öne eğildi, zorlukla nefes alıyordu. Karnının yan tarafındaki ağrıyan bölgenin üzerine elini koyup soluklanmaya çalıştı. Mademoiselle Rossignol, hasta mısın? Hasta mısınız? Isabella sıçradı, kalbi küt küt atıyordu. Yüzbaşı bek yanında belirdi. Adam oraya ondan önce mi gelmişti? Yüzbaşı dedi. Hala kalp atışlarının normale dönmesini sağlamaya çalışıyordu. Bir konvoy geçti. Ben de onların yolundan çekilmek için koşturdum. Konvoy mu? Ben görmedim. Üzerinden biraz zaman geçti ve ben bazen aptal gibi davranıyorum. Bir arkadaşla konuşurken zamanın nasıl geçtiğini anlamamışım ve işte adam en güzel gülümsemesiyle baktı ve onun için iyi görünmeyi önemsiyormuşçasına dağılmış saçlarını düzeltti. Bugün kuyruklar nasıldı? Bitmek bilmedi. Sepetinizi içeri taşımama izin verin lütfen. Isabella sepetine baktı ve keten kumaşın altından beyaz kağıdın ucunun göründüğünü fark etti. Hayır ben ısrar ediyorum. Bizler centilmen insanlarız biliyorsunuz. Uzun ve bakımlı parmaklarını soğut dallarından örülmüş sepetin sapının etrafına sardı. Eve doğru yürürlerken Isabella onun yanından ayrılmadı. Bugün öğleden sonra kalabalık bir grubun belediye binasında toplandığını gördüm. Vahiy polisi burada ne yapıyor? Sizi ilgilendiren bir mesele değil yüzbaşı bek. Isabella'nın ön kapıyı açmasını bekledi. Isabella gergin bir halde kapının ortasındaki kulpu yokladı. Çevirdi ve kapıyı açtı. İçeri girme hakkına sahip olsa da yüzbaşı misafirmiş gibi içeri davet edilmeyi bekledi. Isabella, sen misin? Nerelerdeydin? Bir anda ışığın altında belirdi. Bugün kuyruk çok fenaydı. Sophie şöminenin yanında bebeğiyle oynadığı yerden fırladı. Bugün ne aldın? Domuz eklemi, dedi Isabella. Beck'in elindeki sepete endişeli gözlerle bakıyordu. O kadar mı? Dedi Vian sertçe. Peki ya yemeklik ya? Sophie tekrar yerdeki halıya çöktü. Belli ki hayal kırıklığına uğramıştı. Isabella sepete uzanarak ben aldıklarımı kilere koyayım dedi. Lütfen izin verin dedi Beck. Gözünü Isabella'ya dikmişti. Onu dikkatle izliyordu. Ya da Isabella'ya öyle geliyordu. Vian bir mum yaktı ve onu kardeşine uzattı. Mumu bitirme, acele et. Beck loş mutfaktan geçip kiler kapısını açarken çok nazikti. Önce Isabella aşağı inerek yolu aydınlattı. Ahşap basamaklar ayaklarının altında
gücür diyordu. Sonra sertleşmiş toprak zemine ve bodrum katının serinliğine ulaştı. Bek yanında yürürken ahşap raflar üzerlerine geliyor gibiydi. Mumun alevi önlerine titrek bir ışık veriyordu. Isabella kayda sarılı domuz eklemlerine uzanırken ellerinin titremesine engel olmaya çalışıyordu. Aldığı malzemeleri azalan erzaklarının yanındaki rafa yerleştirdi. 3 patates, bir de trup getir diye seslendi Via. Isabella onun sesini duyunca sıçradı. Gergin görünüyorsunuz dedi Beck. Doğru kelimeyi kullandım mı Matmazel? Mum ışığı aralarında titredi. Bugün şehirde çok fazla köpek vardı. Gestapo, çoban köpeklerini çok severler. Bunun sizi endişelendirmesi için bir sebep yok. Ben büyük köpeklerden korkarım. Bir kere ısırılmıştım çocukken. Beck'in gülümsemesi ışıktan dolayı çarpık görünüyordu. Sepete bakma. Ama artık çok geçti. Isabella gizlediği kağıtların biraz daha görünür hale geldiğini fark etti ve zorla gülümsedi. Biz kızları bilirsiniz. Her şeyden korkarız. Ben sizi böyle tanımlamazdım, Matmazel. Isabella dikkatlice sepete uzandı ve onu Beck'in elinden aldı. Sonra adamla göz temasını kesmeden sepeti rafa, mum ışığından uzak bir yere koyup uzun zamandır tuttuğu nefesini bıraktı. Rahatsız edici bir sessizlik içinde birbirlerine baktılar. Beck başını salladı. Artık gitmeliyim. Bu akşamki toplantı için bazı kağıtları almaya gelmiştim. Dönüp merdivenlerden yukarı çıktı. Isabella dar merdivenlerde adamı takip etti. Mutfağa girdiğinde Vian öylece duruyordu. Kollarını göğsünde kavuşturmuş ve kaşlarını çatmıştı. Patatesler ve trup nerede diye sordu Isabella'yı süzerek. Unuttum. Vian iç çekti ve git dedi. Git ve onları getir. Isabella dönüp tekrar kilere indi. Patatesleri ve turbu aldıktan sonra sepetin yanına gitti ve daha iyi görebilmek için mumu kaldırdı. İşte oradaydılar. Küçük beyaz üçgen kağıtlar kenardan görünüyordu. Kağıtları sepetten alarak körsenin içine çabucak sıkıştırdı. Kağıtları teninde hissedince gülümseyerek tekrar yukarı çıktı. Bugünlük müşinçilik olsun. Hem Allah emanet.